Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, Shirom ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Mana Xudo xolasa keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu Andijon viloyati Paxtavod tumaniga o'rnatdik. Bugungi sanamiz 17-mart, hafta kuniga dushanba. Boshlangan Ramazon oylarimiz xayrli, barakatli o'tsin. Tutgan ro'zalarimiz daryoda qabul qilsin. Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni ham o'rnatdik. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Eshigimizni holatlari, korobkasiga ham, narshlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Mana xolasi baquvvat qilib qilingan. Bu eshigimiz dabor holatda bo'lgan. Mana ichkari qismlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Kanalimizda yangi bo'lib turganlar obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videolarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Nomerlarimizni videomiz boshida aytib o'tamiz. 90lik 763 12 61. Telegram, WhatsApplar xudo xolasa bor. Musofirda yurgan akalarimizga ham bemalol politsiya qilib qo'yishingiz mumkin. Mana ishlarimiz holati bu. Ichkari qismi mana. Ichkari holati mana bu ko'zli romimiz. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana endi hozir tashqari qismini ko'rsataman. Bu yerga jami 9 ta eshik. 9 ta eshik, 3 ta rom o'rnatilgan. Bu romimiz razmeri 90 ga burun qilingan. Eshiklarimiz razmeri 90 ga 2 metr holatda bo'lgan. Hamma eshigimiz hozir bir xil fasonda, bir xil stilda bo'lgan. Bunisi mana kichikroq razmerda bo'lgan. Bu 80 ga 2 metr razmerda bo'lgan. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kanalimizni yangi bo'lib turganlar obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi mana sifatli eshiklar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana zamonlarimizni ham xudo xolasa original zamonlardan qo'yib berganmiz. Magnetli. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana rezinkalarni ham xudo xolasa rezinkalarni ham qo'yib qo'yganmiz polni tepa pastiga. Sifatli eshiklar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana uyda holati ham xudo xolasa juda proyekt bilan chiroyli solingan ekan. Mana bu yerda ham mana bitta eshik. Hop, bitta eshik, bitta derazamiz bor. Uni ham razmeri 90 ga 2 metr holatda qilingan. Bu romimiz bu 30 ga 90 razmerda bo'lgan. Mana bu eshigimiz ham mana ichkari holatlari. Hammasi shu dabor holatda bo'lgan. Mana ichkari qismlariga mana narsalarni polni aylantirib berganmiz. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana rezinkalar ham mana ichkaridan ko'rinadi. Mana rezinkalar, korobkalari ham 17 santimetrdan qilingan. Mana ochilib yopilishlar holatlari hammasi chotki quruq materialdan qilingan, sifatli. Hozir ishlarimizga sifatiga javob beramiz. Hop, layklarni ham ayamaysizlar degan umidamiz. Yani bemalol musofir degan akalarga ham podpisalar qilib qo'ysanglar, xudo xolasa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sog' salomat bo'lasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar, kimga mana sifatli eshiklar kerak bo'lsa.